taymini bor. Mana hozir ikkinchi taymni boshlayapmiz. Birinchi taym ko'rdingizlar, birinchi qismda Gakpo birinchi taymda polni ko'rsatdim va to'liq ko'rsatdim va endi ikkinchi taymni ko'rsataman. Hozir ko'ramiz ikkinchi va Gakponing golini ko'rdingizlar, ochiq qoradagi gol. Mana boshlaymiz hozir. Va 1-0 then at half time, a slim lead. It's all to play for in the second half though. A long distance pass. Perfectly executed. That pass could have been better. He's darting forward. Lekin pas juda noaniq tashladi. Noaniq tashlaganini bilmayman. Lekin gol urdi. Confident pass. He's darting forward, using the width of the pitch. Well timed tackle. With the calibre of players on the bench, I'm not surprised the manager will be making some substitutions. He's racing ahead with the ball. It's winner takes all in cup games, and this team have got on the score sheet. Now it's Havertz. Denied by the keeper. He came out on top there. Uses his head. He's gone for it. Keeper didn't even see the ball. Fantastic goal. 2 goals today from this exciting player. The ball's gone out of play. Flicked it forward. Sissoko. He's taken back possession. He's moving fast with the ball. He's got the ball and is in full sprint. A golden chance for a hat-trick wasted there. Surely all he can do now is grab the punches. There's not much time left, and it seems Maddison with the run. It was a long-range shot, but the keeper read it. He's headed the ball forward. What an opportunity! What a stop! He's broken through, he's in the clear and going for goal. It's time to replenish their energy levels, so some new players are coming on. He's read that one absolutely perfectly. Poor distribution from the player. Won the ball. And the referee blows for full time. They progress through to the next stage of the competition. Başladık. 198 tenge saf fayda. 1379 tengemiz bo'ldi. Va Carreras kapımız etmez ekan. Başladık hozir. Mana bu yerdan logoga qarab Real Madridning formasini olamiz. Avandasining logosini olmoqchi. Hozir. Mana do'stlar, hozir bir treningda o'rgatib qo'yaman. Boshladingiz-ku, va yugurganingizdan keyin pas tashlagandan keyin 2 marta bossangiz mana shunaqa qilib gollar urishadi. Mana qarang, mana qarang. Pas ko'rdingizmi? Shunaqa zarbalar berishadi.
Mana hozir ko'rsataman. Ekran 2 marta bo'lsa, 5 marta. Hozir shtrafni tepamiz 5 marta. Qanchasi gol bo'lar ekan? Di Maria Varatarga tepib qo'ydi. Hozir shu bilan gol bo'lmadi. Ikkinchi zarba hamma aniq. Uchinchi zarba bu ham Varatarni qaytarib qoldi. Save qildi yani. Gol bo'lmadi. 5-chi oxirgi zarbamiz. Bundan aniq kechirasizlar, gol ura olmadim. Endi esa korner, top korner. Bunda ham 5 marta foydalanamiz. Birinchi urinish ketdi. Ikkinchi urinish ketdi. Uchinchi urinish da aniq. To'rtinchi urinish aniq. Beshinchi urinish Skorpiondan, lekin gol bo'lmadi. Penalti ko'ramiz. Bunda ham 5 martamiz. Birinchisi gol. Gol olmadi. Zarba. Sambadan Isco. Tepib yubordi. Gol. Ikkita zarba berdi. Va to'rtinchisi. Oxirgi zarbamiz. Gol emas. Hozir yana aslincha shtrafni tepamiz. Varatada zo'r borgan edi. Bu ham va uzoqdan zarba. Juda qattiq aylandi. Chiqlan. Baribir bo'lmadi. Zarba. Gol Di Maria. Qanaqasiga ma'lum deb boraman, bilmayman. Rating videomni 19-chi kanal. Do'stlar 9ga qanaqa qilib olsa bo'lardi? Uni Google'ga kirasiz. Adals 19 mod deysiz va chiqadi. Kartbelga mashina yuklab olasiz. Buni sizga 1 milliarddan ko'p pul beradi. Qancha? 16 million 1 million pul beradi. Lekin hech qachon ketmaydi umuman. Va shu zarba gol bo'lsa o'yinni tugatamiz. Bitta gol bo'lsa o'yinni tugatamiz. Videoni tugatishga tayyorlanyapmiz. Shu hozir videoni tugatishimga mumkin bo'lib qoldi. Xayr do'stlar.